qonun ustuvor yurtda tinchlik bo'ladi doimo, doimo. Unga bo'ysunmaydiganlar ham bordir, afsus, ammo bu muammo. Yo'llar xatoliklarni kechirmaydi, ortga qaytarib hech bo'lmaydi. Qonunni aslo chetlab o'tmaydi. Axir komil insonlar yo'lning qahramonlari, nazoratda kun-u tunlari, jazirama qahratonlari. Faqat xalq uchun xizmat. Tunni kun, kunni tun demay, boshqa hech narsani o'ylamay, kerak bo'lsa yana uxlamay, yo'l xavfsizligi uchun. Tunni kun, kunni tun demay, boshqa hech narsani o'ylamay, kerak bo'lsa yana uxlamay, yo'l xavfsizligi uchun. Faqat xalq uchun xizmat, faqat xalq uchun xizmat, tarixga ega xizmat. Tinch osuda hayotimizning sababchilari, xavfning oldini olishdan yetakchilari, tirbandliklarni bir zumda etadi bartaraf. Ichki ishlar xodimlari sizga bo'lsin shon-sharaf. Xatoliklarni kechirmaydi, ortga qaytarib hech bo'lmaydi. Qonunni aslo chetlab o'tmaydi. Axir komil insonlar yo'lning qahramon